Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2025-yili 10-oyning 18 kuni shanba. Men har haftada har ikki haftada bir qatim qiladigan videoni hozir boshlayman. Ko'ringlardek men bugun uyimda emas, boshqa bir yerda, bu qadrlik inimiz Ezaysaning uyida bugun tushdan burun keldim bu yerga. Aslida bir xalqaro yig'inga bormoqchi, shu yo'lda men hozir kasbiy yig'inda u yerda bir ilmiy doklad bermoqchi o'zimni kasbiy sohasidan. Shunga aeroplan Londonda to'xtab o'tadi ekan, shunga Londonda tushib, men bu yerda bir necha kun sayohat qilib ketaman deb Ezaysa inimizniki uyga keldim. Hozir kutganlar Ezaysa inimizniki o'ylisi. Ezaysa inimiz bir necha qizga qilsin, ko'ngilga gapiramizni davosin bugun. Ondan keyin men o'zimning programmasini qilaman. Programmasi qisqaroq bo'ladi. Masalan, ikki haftadan oldingi vaqtda deb qo'yaymikin dedim, desam yaqinda safarga jiroq chiqyapman. Yeni safar bo'lyapti. Ashta bo'g'ashqa har qitimda davomay bo'pti. Sirt olsam bu qisqaroq bo'lsin qilay videoni deb shunga bugun qildigan bo'ldim. Qani ma Ezay sayinimizniki ikki qiz so'z anglaydi. Ezay sayinimizni amalni bilasizlar. Uyg'urlarchada tunilgan shoirlarning birisi necha kitoblarni chiqarib bo'ldi. Yine davomli musoada tirishyapti millat uchun. Qani bir necha yig'iz gapini anglaylik hozir. Assalomu alaykum Erkin aka. Londonga xush keldingiz. Rahmat. Londonning klimatini sizlar ko'rib turgandek, yoz vaqti shundoq issiq, kuz kelganda shundoq 5 kunda bir kun ko'ramiz. Bugun biroz tutuq, u qadar sovuq emas, biroz bulutliq. Erkin aka xush keldingiz. Yo'l uzoq. Qancha soat uchdingiz aeroplanda? Aeroplanda manga vaqtimiz 10,5 soat. 10,5 soat. Bu Los Angelesdan Londonga bevosita aeroplan uçudu ama xili bağırlığı o Amerika'da yaman bir çoğun devlet ve şunu bütün Atlantik okyanını kesip ötüdüğün gep. Erkinken bugün etkendi saat o yerim bilen London Heathrow Airport'a geldi. Adırmeni bizden öyünün hoylusu da sizlerden salammış olturuptumuz. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar dünyanın her qaysi joylardaki hammalarga Kamina Ezaysa Elkundin ve Erkin Sidiq akımızın salam. Şunda hoş buldum. Ben için bu hoşallık, iki hoşallık oldu hayatımda. Birisi bu yakın yıllarda 2012 yılı apam vatenden bizni yoklap London'a kelgan. 2012 yılı. Şundan keyin nurg'un qarindoshlarimiz keldi. Bugün erkin xuddi bir mening ailemden bir akam kelgandek, bir qardoshim kelgandek nima qilarimni bilmay qoldim. Demakchi bo'lganimiz endi g'ariblik hammamizga o'xshash. Vatanning sirtida biz qanchalik yashaylik, qanday yashaylik, bor bo'lib yashaylik, yo'q bo'lib yashaylik biz uchun baribir. Shu biz shunday bog'langan vatanga, vatanning har bir giyosi, har bir teshi biz uchun to'tiya. Shuna xo'sh bo'ldim. Erkin akamning kelganidan shuna xo'sh bo'ldim. Әтем şu London Üniversitesi'ndeki tarmağıdaki Şərqşünaslık ve Afrika İnstitutu'da saat 3'ten 5'gece Erkin şu Uyghur medeniyetini, Uyghur tilini, örf adetlerini, şu Uyg'urning barliq mavjudiyatlarini qanday saqlab qolish haqida nihoyatda ko'p xizmatlarni olib beryotdi. Yana Uyg'ur Project Foundation NGO nima shu nima hukumatsiz tashkilot deymiz hamda Amerikada nihoyat ko'p xizmatlarni qilyotdi. Erkin akam yetakchiligidagi bir turkum ziyolilar, vatanparvar qarindoshlarimiz nihoyat ko'p fedakorliklarni ko'rsatyapti. Cümülden vatanimizda irqiy qirg'inchilik boshlangandan buyon hozirgacha kech kunduz erkin akam shu vatanning millatniki o'tida kuyib suyda eqib bugungacha kelyotdi. Shundoq obdan turibdi erkin akam, ko'rib xush bo'ldim. Texim sog'lom bo'ling, texim xalqimizniki texim ko'p xizmatlarni qilishga noil bo'ling. Biz har vaqt sizniki sepingizda, sizning orqangizda qo'limizdan kelgan xizmatlarni biz qilishga tayyor. Ondan keyin yana bir so'zni qilmoqchi bu yerda, yana erkin akam yillardan buyon shu har ikki haftada bir qatam YouTube orqali program ishlab dunyo vaziyatlari jumladan Amerika va g'arbniki Uyg'urlarga, Uyg'ur vataniga bo'lgan siyosatlari
Xitoyning ijtimoiy siyosiy siyosatlari ustida xalqimizga avam xalqimizga ma'lumot berib kelyotidi. Bu ko'p fidokorlik. Erkinkamga men rahmat aytaman. Garchi men har vaqt ko'rib bo'lamsammi, programmani har holda ko'rib turman. Ishqib sözüm köp, ama köp vaqtinglarni ambarchi Erkinkamning programmasi bugun alayda bir program bo'lg'ashqa Erkinkamdan birga bu yerda söylashib turyapmiz. Men shu sizlar ko'rdinglarmi, shu kichkina bir bog'cha shu vatanimizniki bir simosi bo'lsin, vatanimizning bir aslimasi bo'lsin deb shu bir qancha yillardan buyon o'rik shaptul nashbitdan tikimiz o'stirib bugun havo satutliq bo'lib qolibdi. Demakchi bo'lganim sözümün oxirida hammanglarga muhabbet bilen, sevgi bilen, hürmet bilen dünyanın her qaysi yerlerdeki qarindoshlarımga, Uyghur qarindoshlarımga men kemine azizdan salam. Her qandağınla şundaq, her yerde bolsaq Uyg'urlar aman bolaylı. Sizler hemmimiz qarindosh. Her qanda vaqtda Londonga kelib qalsanglar, keldiğin işler bolsa, albatta men bilan aloqalashinglar. Qo'limdan kelgan har qanday xizmat, har qanday yordam shu millatim, shu xalqim uchun her yerde bolsaq aman bolaylı. Undaqda Erkinkam söhbətini yaxşı ötküzün, çarçımang. Erkinkam keldi. Yarım saat uxladığımız. 15 minut uxlaptı. 15 minut uxlaptı. Çünkü adam bu yer London'da vaxtadır 4 yerim bolaydı dedi. Yani 5 saatlikini uyuda vaqt buldu diye. Vaqt farqı pek zor. Kaçsa 7 saat mi? Nima? Aeroplanda 3 saatlik vaqt farqı London bilan 8 saat. Çünkü mening esim bo'lgani Washington DC bilan Londonning vaqt farqi 5 saat. Los Angeles bilan 7 saat, 8 saat farqi deganda bizning vaqtimiz atgan soat 2 keldi. Demak, bir kun shu Erkinkam yashagan ash mahalla Los Angeles shahri bilan London shahrining oralig'i bir kun farqlandi. Şu Erkinkam nayeti köp fidakarlık gösterdi. Bundan keyin xotirjamning Erkinkam nayeti yaxshi kutib, 3-4 kun Londonda bo'ladi, sayohat, xizmat ham ishlarni chiqib Erkinkamning konigidagi bejishga tayyor shu bo'yicha o'rlashtiryapti ishlar. Ma'qul undaqda hammanglarga tekrar salomlar. Rahmat. Yana bir narsa gapim borni deb o'chib turganim ekan. Shu nima men burulatin Uyghur ırkı qırgınçılığı buluşdan burun bir yerga borsam oldin ola e'lon qilib uni Facebook'larda deb, shu yerdagi qarindoshlarga deb, andan oldin uqtirib berib ko'rishib ashla qilatdim. Xitoy Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizgandan keyin bexatarlik bir masala bo'lib qoldi. Ashla bo'lg'achqa menga ba'zi talablar bor. İdaramdan ashla bo'lgandan keyin shu bir yerga borsam oldin deb qo'yamay ashla keldim. Maqatim endi iz inimiz minikildiken de London Üniversitesi'ndeki tarmağındaki bir yerde bir kısım qarindoshlarla biraz biz söhbet ötküzüp alsak deb dedi. Onu e'lon qilgan şop qag'ashqa bu qatim oldin deb qilib keldim endi. Boshqa bir yerlarga borganda, masalan, o'tganda Gretsiyaga bordik, nima Parijga bordik, uchoqlarda hech kimni diyamay borgan endi. Vaqtim mushtaq uğurlaştırdı köp japa çekti. Hanımı maşallah işkelen. Poloq tayarlıq batı da. Şu vaqtim aldın diyaloq. Mayadan keyinki bir to'xtagan yerim bor. Punkt u Irlandiyaniki Dublin degan shaharda. U yerdagi qarindoshlarmi bir suhbat o'tkazsak deb o'rlashtirib qo'ydi. Shu vaqtim biroz oldin deb qo'yish imkoniyati bor bo'ldi. İnimiz Reşal hanımız, sınırımız, naydı köp japa çekti, sizlarga köp rahmat. Bir neçə günün uyda mehman bolmoqchi. Köp ahvallaşıvalımız, sizga köp rahmat, köp fidakarlık ko'rsatdingiz, sizga köp rahmat. Endi yani siyosatin bir narsani degim kelyapti. Amerika bilan Angliyaninki tashqi siyosati va ichki siyosat asosan Amerika bilan o'xshash. Bu ikki davlatniki bexatarlik hamma sohalarda asosan desak bo'ladi, bir sistemda mangdi. Erkinkam bu yerda nihoyat bexatar. Mening uyim biz birga mening uyimda turdi. Erkinkam bexatar ish qilib Angliya bu jihatlarda nihoyat sazgur keladi ishlarga. Ishqib bugungi shu bir qancha kun faoliyatlarning nihoyat yaxshi ko'ngildagi bo'lishi kafolatli qilamiz va shu Angliyada yashayotgan qarindoshlarimizninki erta yana takror vaqtini chiqarib soat 3 dan 5gacha
şu SOAS'qa, yani School of Oriental and African Studies deydi. Yani British Muzeyiniki, Britaniya Muzeyiniki, yani Turpan restoranınki arka tarafıda belki 500 metrim kelmeydi. Yani London poyuz kelsanlar London Russell Square yoki Euston'dan bir 5 minut yoki 10 minut maqsanlar SOAS'qa kelasizlar. Meniki o'zimniki Facebook betida bu vaqtda chiqarib qo'ydim, Erkinkam chiqarib qo'ydi. Pochta adresi, post adresi hamma narsa bor qanday berishni o'sha kelishinglarni orzu qilamiz. Erkinkam bilan ko'rishib, Erkinkamning yuragida qanday gaplar bor anglab kelishinglarni orzu qilamiz. Ko'p rahmat. Yana bir gapimni olay. Nima men sayohatlarga u yerlar ko'p boraman. Men uchun sayohat qaragan chog'dimi o'zimizniki qarindoshlar bilan ko'rishib ham suhbati bo'lish pek muhim. Odatda sayohatni ustunroq o'rin qo'yman hamda o'zim. Shunga yaqinqi yillarda birga borsam oldin ollar diyemay uni shunda qisilib ketdim endi. Maqatim biroz oshkor deyildik. Buni qarindoshlar deb qo'ymoqchi. Ishqilib mush fursatdan foydalanib didor g'animat ko'rishib olsak men uchun bak cho'ng ish. Keldigan qarindoshlarga oldin ollar ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Unda suhbatingiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Men sizni diqqatingizni buzmagan undaqda asta Ma'qul. Rahmat. Palon tayyorlik bugungi programma qisqaroq bo'ladi. Nima qilasanlar bu sirtda endi unda ko'p tayyorlik qilolmadim. Ya kelishdan burun bak aldirashib ketdim. Idoraning ishi, unisiga men yig'inda doklad bo'lgan boshqa uning tayyorligi degandek shuni qisqaroqlan qilban. O'tganki 2 haftadan burungi suhbatni o'tkazib bo'lgan videoni qilib bo'lgandan keyin yana 2 qarindishimiz Europroject fondiga pul iona qildi. Ularning birisi yangidan qo'shildi deb o'ylayman. Tunögün yo'q chiqishdan burun ularni tekshirib bir narsa qilishga ulgurolmay qoldim. U to'g'riliq kelar qitimqi videoda inoqroq deb beraman. Bu ikki qarindishimizga ko'pdan ko'p rahmat. Endi bir necha cho'ng xabar bor, mana shu yaqinda bo'lgan. Mana shularni bir qisqacha deb o'tib ketay. Bir cho'ng xabar Isroil bilan Gazadagi Hamas o'tirishidagi urush to'xtatildi. Buning ichida Amerikadagi prezidenti Donald Trump tarixiy bir rol o'ynadi. Buni ko'plagan davlatlarniki rahbarlari muayyanlashtirdi. Donald Trumpni bir tinchlik prezidenti deb ashta qilishib, bir nima deymiz, bir dag'dug'liq voqea bo'lib ketdi. Endi aslida Yevropadan 20 necha davlatlar kelib, Amerikadan Trumplar berib, bir yig'inchib, mush to'g'riliq, dag'dug'liq bir yig'inma ochilgan. Shu ishlar tugagandan keyin yana ancha-muncha masala tug'ilyotdi. Hamas tarafdan endi. Shunga bu qitimqi tinchlik mangulik bulamdi, yine o'tirdi chatga chiqamdi, o'qilolmaydi. Hozircha ko'pincha davlat rahbarlari bu qitimqi bu urushning to'xtashi bir mangulik bo'ladi. Bu 2000 yillardan buyon ko'rilib boqmagan darajadagi bir tarixiy tinchlik amalga oshirildi da'vatidi. Shunaqa to'g'risini qarab boqamiz. Tunögülardan qarasam men Gazada yana Hamasning odamlari Isroilga hamkorlashgan odamlarni tutib, butun oilasi bo'yicha maydonda ko'chalarni itib bo'lganini ko'rdim. Mana bir video ko'rdim. Bu ishlarni qancha bo'lib ketadi o'qilolmaydi. Ishqilib hammamizning orzusi shu Falastinning masalasi hal bo'lib ketsa, shu ma'no bilan nihoyat cho'ng bo'lgan bo'ladi endi. Mana shu bir necha kun ichidagi yangi taraqqiyot Trumpniki Amerikadan Ukrainaga qildigan harbiy yordami. Bu jihatdagi siyosatda biroz o'zgarish bo'lyapti tunugundan boshlab. Bu nima bo'ldi desanglar, Amerika Ukrainaga nihoyat kuchlik boshqarilgan bomba bermoqchi. Bu bombalar 2000 kilometrdan ortiqroq oraliqqa bora oladigan bombalar, boshqarilgan bomba. Ashta bo'lganda Ukrainadan etib Moskvaga tushagil bo'ladi bombani. Mening anglag'imda Amerika shundoq bombadan 2000 dan ko'proqni bermoqchi ekandik. Ashta bo'lgan, bundan deganda Trump o'zi degan Putin bilan ko'rishib, Ruslar bilan har xil suhbatlar o'tkazib chiqib,
urushni to'xtatish jihatdan hech qanday umid bo'lmag'achqa Trump mushtaq bir siyosatni qo'llamayman degandi. Shu chog'da andan keyin Zelenskiy bilan kurashmoqchi shu bir necha kunning ichida. Zelenskiy bilan kurashadigan bo'lib, mushta to'g'riliq buni texnologik emlashtirish yo'lida endi. Ashta qildigan bo'lgan chog'da Putin ushtumdi Trump bilan aloqalashib, men bilan so'zlashyaptim deb bu ikkisi telefonda so'zlashdi. 2 soatdan ortiq so'zlashibdi telefonda. So'zlashib bo'lgandan keyin hozir endi Amerika Ukrainaga beradigan harbiy yordam siyosati to'g'riliq bir qism o'zgarishlarni yasashi mumkin degan gap o'tirib chiqyapti hozir. Bu nima bo'lyapti desanglar, ehtimol amalan Trumpni bilan tushundi. Trump natijaga bak ahamiyat beradigan odam bu. Aslida Ukrainaga 2000dan ortiq boshqarilgan bombani berishdagi maqsad Ukrainani kuchlantirib, Rossiyani harbiy jihatdan boshqa turish, asharqlik urushni to'xtatish. Mushuni maqsad qilgan. Hozir endi bu etilgan bomba, bu Ukrainaga berilgan bomba Moskvagacha yetib bora oladigan narsa bo'lgandan keyin hozir endi Putin mushni oldini olish uchun darhol Trumpga telefon qilib so'rashdi bu. Ikkisi konkretni nima bilan deyishdi uqulolmaydi. Endi mush oldingiz gapirishda Zelenskiy bilan Trump kurashmoqchi. Undan keyin Trump bilan Putin kurashmoqchi. Trump bilan Putin nimada kurashgan bo'pti? O Vengriyada poytaxtda bu Budapestda. Aşağıda kurashgan bo'lib, hozir shuni tayyorlab qo'ydi. Endi bu yerda Trumpniki maqsadi urushni to'xtatish bo'lganligi uchun bu odam gapini o'zgara oladi. Burun mushlar bo'lib keldi. Qattiq qo'lliq qilib, agar qarshi taraf yumshasa, bu odam yumshaydi yoki o'zgartirdi endi. Ashroq qilyapti. Bir qism odamlar bor, gapimni deyolmayman deb burunqi degan gapida chin turadigan. Trump unday emas. Trump natijaga gapga ahamiyat beradigan odam. Ashta bo'lg'ashqa hozir siyosatni o'zgartirib, ashta qilyapti. Shu bu ishlar konkretni qanday bo'ladi? Buni kim bilamiz. O'tgan qatimda degan vaqtimda men sizlarga Amerika Ukrainani kuchlantirmoqchi harbiy jihatdan degan, hozir bu siyosatda o'zgarish bo'lyapti. Nima desa, Putin yumshoqligi uchun. Endi oqibat qanday bo'ldi uqilmaydi. Ishqilib bu jihatimi o'zgarish intayin tiz, nati cho'ng bo'lyapti endi. Anikin yaqinda bo'lgan yana bir ish Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi surkilish intayin kuchaydi. Qanday kuchaydi desanglar, xabarlarda bor, yaqinda Amerika bilan Xitoy yana iqtisodiy jihatdan suhbat o'tkazib, TikTok ishlarini biroz hal qilib, aniq savdo ishlaridami biroz munosabatda yumshash bo'lgandi. Bir xil yaxshilanishga qarab mongandek ashta bir ahvol bo'lgandi. Tuyuqsiz Xitoyniki shu savdo suhbatini olib boradigan shu mas'ul boshlig'i yaqinda bir gap qildi bu. Xitoy kam tepildigan metallniki butun dunyo miqyosiga buni eksport qilish siyosatini o'zgartirdi. Bundan keyin Xitoydan kam uchraydigan metallni olgan davlatlarning hammasi bizni Xitoyga iltimos qilib, shu olgan metallarni nega ishlatadi? Shuni bizni oldin iltimos qilish kerak. Agar uni odatdagi xalq turmush ishlasa, biz birimiz harbiy ishlatsa, bermaymiz bo'libmi? Amerikaniki qurol yasashchilar munosabatlik qismini bundan keyin tasdiqlamaymiz degandek bir gaplarni dedi. Degandan keyin Amerika qattiq chichanladi bunga. Shunda chichanladi, achchiq keldi. Hozirgi ahvol nima desanglar, achchiq kelib Xitoyga qo'ydigan chegara bejini yana burunqidan 100% o'stirganligini e'lon qildi Trump. Undan boshqa Xitoyniki o'quvchilarniki Amerikada o'qiyotgan o'quvchilarni qaytarib etish degandek boshqa siyosatlarim bor endi. Ishqilib Xitoy o'tirib qo'ygan har bir jazolash siyosatiga Amerika 2 dan yoki undan ko'p jazo siyosatini o'tirib qo'ya oladi. Amerikaniki imkoniyati jiq cho'ng Xitoyga qaragan chog'da. Shunga mushlardan bir qanchani tilga olgandan keyin Xitoyni darhol yumshadi. O yo'q, biz o ozuqa metallarni eksport qilishni butunlay cheklatmaymiz, faqat mumkin uni mushlardagi tuzumlarni biroz rad qilmoqchi, biz uni to'xtatib qo'ymaymiz degan gaplarni dedi. Ishqilib mushlar bilan yaqinda bo'lgan bir cho'ng yuksalish nima desa,
Amerika ve dünya Xitay'niki haqiqiy abdi beşirsini yan bir qıtım texmi yaxşı köydü. Amerika'nın Xitay'a bo'lgan açığı hozirga qadar misli ko'rilib boqmagan darajaga berib yetdi hozir. Andan keyin Xitoyni bo'lgan tushunishimi bundan burun his qilmagan darajada bu qatim his qildi endi. Biz undan bilamiz Xitoy hukumati bir lukchak hukumat. Ayni vaqtda Yapon bilan bo'lgan urush mezgilida bo'lsin yoki Yapondan keyin Gomindan bo'lgan urushda bo'lsin 49-yildan keyin ishlar bo'lsin. Bu Xitoy hukumati hech qanday vaqtda bir va'dasi turib baqqan hukumat emas bu. Bu insonlar va'dasi tutmaydi. Yüz qilin, yüzsiz, numussiz bir qism Xitoy analizini o'zlari buni insonmi deb atamay, maxluq deb ataydi bu Xitoy hukumatini. Ash darajada endi. Lekin buni dunyo hozir qadar tunmay kelganda, hozir yaqinda obdan tunyotdi. Endi bu bir masalaga amli ahvolni da'vataman. Endi Amerika taxmi Xitoy obdan tunidi, tarixda kulib boqmagan darajada nafratlanayotdi hozir. Endi Xitoyga bo'lgan siyosatda bundagi qanday o'zgarish yasaydi, bu to'g'riliq hech kim degan olmaydi. Xitoy izchil turda o'ziniki qanday inson ekanligini isbotlab kelyotdi. Trump oldin qatim prezident bo'lgan chaqdami savdo kelishimlarga imzo qo'ygan, uni e'lon qilmadi. E'lon qilmadi, ijro qilmadi. Ijro qilmay keyin Amerika sen imzo qo'ygan narsani nima ijro qilmaysan desa, sendagi prezident o'zgardi dedi. O prezident o'zgargan bilan savdo kelishimining munosabati bor. O davlat o'tirisida qo'yilgan imzo tursa, o kelishgan narsa tursa, o prezident bilan munosabati bor. Ishqilib, men sizlarga burundan deb kelyapman, Xitoyning tutgan yo'li har qatim mesela olsa suhbat o'tkazadi, kelishimlarga imzo qo'ydi, va'da berdi, qo'l ko'tardi, lekin ijro qilmaydi. Keyin sen ijro qilmading desa, endi qayta suhbatlashaylik deb, endi burunga qaytib ketadi endi. Muhaqqatimki bo'lgan yana shunday davomi. Şuna bu qatim Amerika Xitoyga deyin taqabul turamamda o'qimaymiz. Ish qilib bu ishlar o'tirishlik ziddiyat, surkilish nihoyatda yuqori pallaga chiqdi hozir. Hozircha faqat shuncha xil deyalaymiz endi. Keyincha qanday ahvol bo'ladi bu to'g'risida digil bo'lmaydi. Yana bir xabar o'tganda sizlarga dedim, Xitoy mushkillar hafta 10-niki 20-kundan 23-kungachilik 20. qurultay 4-ci umumiy yig'inni ochadi 3 kun. Xi Jinping haqida har xil ko'zqarashlar bor. Huquq ojizlashdi, chiqib ketadi ekan, bu qatim olmish ekan, bu degan gaplar bor. Men sizlarga izchil deb keldim, unda bo'lmaydi, ish bo'lmaydi deb. Meniki hozir qadar o'zimniki kuzatishcha Xi Jinping bu qatim chiqib ketmaydi, huquqida qattiq tushmaydi. U yenilamkin o'ziniki o'rnini chingitish uchun yaqin nurg'un harbiy generallarni, harbiy boshliqlarni amaldan qoldirib boshlaqyapti. Hatta buning ichida harbiy komitetniki muavin raisigacha bor. Ashlarni ishdan qoldiryapti yaqinda. Shu darajaga kelyapti. Shunga bu qatimki 4-ci umumiy yig'inda unchalar cho'ng o'zgarish bo'lib ketmasligi mumkin. Endi sizlarga deb ketganimdek Xi Jinping degan jallod huquqda uzroq tursa, Xitoyniki o'rilishi, Xitoy kompartiya hokimiyatiniki o'rilishi tezroq bo'ladi. Şuna bu yerda bizga hozircha chiqib ketamdi, chiqib ketmamdi, bek cho'ng masala emas biz uchun. Chiqib ketsa, uni keyingi vaziyat qanday bo'ladi, uni qo'lolmaydi. Tushmasa, Xitoy kompartiyasining ag'dirilishi tezroq bo'ladi. Mana bir ahvolda. Bu ishlarni endi bundan keyingi ahvollarni kuzatish orqali bilamiz. Ondan keyin bir qism kishilar Xitoy Tayvanga hujum qilishga tayyorlanyapti, hujum qilish mumkin, patliqni qilish mumkin. Mesela az Putin bilan kelishib oldi bo'ladi degan gaplar o'tirib chiqyapti. Bu jihatda haqiqatan kelishib olgani bu aslida Xitoy Rossiyaniki Ukrainani qo'lga olishiga yordam qilib, undan keyin Rossiya Ukrainani qo'lga olgandan keyin Xitoy yordam qilib Tayvanni bilan ilishtirmoqchi. Asli plani shu. Unda kelishgan bo'la. Lekin hozir Ukraina bilan Rossiya o'rtasida urushga 3 yil bo'ldi. Ukrainani qo'lga tushirolmadi. Aşağı bu başka bu aslilik planı amelga aşmadı. Yan bir taraftan yaqinqi ko'rinayotgan ahvollar nima desa, Xitoy Amerika bilan bo'lgan savdo urushida intayin tizil taslim bo'lyotdi. Bir qatam sal qattiq tegib qoldi. Amerika uni sal qattiq taslim birdan yumshabotdi. Savdo urushida Amerikadan qo'rqqan Xitoy harbiy urushda cho'qim qo'rqdi. Meningcha yaqinqi vaqtlarda Xitoy Tayvanga hujum qila olmaydi.
uni hujum qilganligiga men qat'iy ishonmayman. Bugun sizlarga deydiganim shunchalik, hozir vatan haqida bir boshqa cho'ng xabar yo'q. Burungi ahvollar davomlashyotdi. Uyg'urlarning zixim ko'rmaydigan, kopi ko'rmaydigan videolarni hozir ko'plab tarqatishiga yo'l qo'yyapti Xitoylar. Shunga yaqinda biz vatan haqidagi videolarni ko'p ko'ryapmiz. Uningga qarasak, har irqiy qirg'inchilikdan asarmi yo'q uningda. Asosan irqiy qirg'inchilikni yushiradigan videolar, uningdan boshqa yaqinqi siyosatlarda birli o'zgarish endi. Yangidan chiqqan Xitoy nimaga oldinqisi qaragan chog'da texnik vahshiy. Oldinqisi sal yumshab ketgan siyosatlarni yangi chiqqanini texnik chingitib buni da boshqa cho'ng o'zgarish ko'rmadim men yaqinda yaqin. Bu demsa bugungi so'zlagan mazmun bu shunchalik. 2 haftadan keyin Xudoyim bo'lsa yana video qilaman, shu chog'da ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.